Kökeler canavarlık oynayan qaraylar, kökeler salkam 1 metr canavar. Bu parda ham ko'ringlar, kökeler o kallaydi ya. Mana cho'cha, kökeler. Fevral go'li cho'chasi. To'g'risi 5 kilo 305 kilo 400 bo'ladi. Assalomu alaykum aka-ukalar, parvozlar. Aka-ukalar, nima deyapti bular aka-ukalar? 5,5 kiloni zo'ri bo'lib o'ynaydi. 3-fevralda chiqqan aka-ukalar, yanvarda oxir fevralda boshi. Bora cho'chalar aka-ukalar. Mana shuni qichqirdi, qizil aka-ukalar. Buni sal qichqirgan yo'q. Mana jo'ja aka-ukalar. Jo'jalarda gullari shunaqa bo'ladi. Voy joning sog' bo'lsin. Hasan Husanlar. 5,5 kilo, 5 kilo 700 zo'ri bo'lib urishadi bular aka-ukalar. Mana jo'jalar. Yaxshi pul bo'lsa beriladi aka-ukalar. Puliga to'g'ri kelsa. Mana jonivorlar. Voy joninglar. Jo'jani ham haqiqiy polvon aka-ukalar. Bilmayman 70 keladi bo'ylari ham aka-ukalar. Mana jo'jalar. Yaxshi pul bo'lsa beraman aka-ukalar. Pulni qizig'i yo'q, zo'r kerak degan ish qilsa aloqaga chiqib olasizlar. Mana jo'jalar. Assalomu alaykum aka-ukalar. Yangiliklar nima deyapti aka-ukalar? Buni qanday parlarini aka-ukalar. Fevralda chiqqan jo'ja makonlar. Ularni ham tana qurollari 8 ta, bitta qilib syomka qilib tashlab beraman aka-ukalar. Mana jo'ja makonlar aka-ukalar. Buni qanday stoykalarni qaranglar aka-ukalar. Bular stoykasi o'zi shunaqa. Yoshiga to'lsa 4 kilo, 704 kilo, 800 bo'ladi. Mana jonivor. Mana joning sog' bo'lsin. Almatada o'ynagan qanachi ko'rdi, qizlari bo'ladi aka-ukalar. Shulardan 8 ta olib kelindi. Mana aka-ukalar 8 ta xo'roz 3 ta makon aka-ukalar. Bu makondan beta ko'rib qo'y. 100% emas, 1000% qanachi zot aka-ukalar, qanachi qon. Haqiqiy garantiya zot qon qilaman degan ish qilsa aloqaga chiqib olasizlar. Mana makonlar. Nima deyapti aka-ukalar? Farlari. Formalari nima deyapti? Formalari. Buni qaranglar aka-ukalar. Buni qaranglar, qo'llarini. Voy joning sog' bo'lsin. Mana haqiqiy qirolichalari. Mana bedanapar deyshadi. Tozasi, mana tozalari aka-ukalar. Mana bular tozalari. Voy joning sog' bo'lsin. Mana makon haqiqiy originallari aka-ukalar. Voy joninglar. Buni qaranglar bo'ylarini. Formani qaranglar. Mana bedana parlar tozalari mana shunaqa bo'ladi. Haqiqiy bardo'ylarda. Bularda ham tana xo'rozlari. Tashab qo'yaman aka-ukalar, tomosha qilib ham kayf bo'lasizlar aka-ukalar. Mana parlarni qaranglar, yaqinlashib jo'ja makonlarni. Bo'ylarini ham qaranglar. Voy joning sog' bo'lsin. Mana makonlar aka-ukalar. Tomosha qilib ham mazza qilinglar. Voy jonivorlari. Mana makonlar. Mana jo'ja makonlar. Yaxshi pul bo'lsa beriladi aka-ukalar. Ro'macha tikroq aka-ukalar. Lekin o'shanga yarasha. Aka-ukalar hozirgi 3 tali makonni ham tana xo'rozi. Nima deyapti aka-ukalar jo'ja? Voy joning sog'. Pari nima deyapti? Qochirib qo'yyaptimi pari ham aka-ukalar? Qandan palasasi. Haqiqiy bardo'ga aka-ukalar. Ulardan 8 ta. Mana jo'jalar aka-ukalar. Shu bittasini qo'yibman aka-ukalar. Bu 6 kilo, 5 kilo, 706 kiloda o'ynaydi. Mana jonivor. Hali chiqirgan yo'q deylarda aka-ukalar bu cho'jalar. Bittasi bu ham chimiyon. Ibrohim akaga. Voy joningdan. Bu polvonni ham berdik, chimiyonga berdik Ibrohim akaga. O'zimizni qadrdonga 1100 dollarli cho'jani ham o'sha akamiz oldi mana. Ay jonivor. Mana aka-ukalar hammasi o'rtacha chimyonga berdik bular polvonlarni ham. Aka mana